Salom bilan Timur. Biz mana shu kanalda Ray-Ban Meta ochkalarini obzorini qilib o'tgandik. Do'stlar, sizlarga juda ham zo'r yoqgan va u ko'zoynaklar prosta ko'zoynak bo'lgan, kamerasi bilan birga rasmga tushiriladi, videoga tushiriladi va hokazo. Bugun esa men sizlarga umuman boshqa narsani ko'rsatmoqchiman. Uning nomi Ray-Ban Meta Display. Aynan display degan qo'shimchasi bor. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Qaranglar do'stlar. Nima olib keldim sizlarga? Oppana, mana ko'ryapsizlarmi? O'zining maxsus sumkachasida gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi ko'rsatadigan narsam bu mana bu narsa. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Mana Ray-Ban yozilgan, ko'ryapsizmi? Ray-Ban. Ochamiz. Bu oddiy ko'zoynak. Prosta oddiy, sizni ko'zingizni quyoshdan saqlaydigan ko'zoynak. Bu prosta oddiy Ray-Ban ko'zoynaklari. Chunki Ray-Ban kompaniyasi bu quyoshdan saqlaydigan ko'zoynaklar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan kompaniya do'stlar. O'sha kompaniyani oldiga yoki bu kompaniya Meta'ni oldiga borgan, bilmayman kim qaysi birinchi qadamni qilgan. Xullas Meta, ya'ni oldingi Facebook Mark Zuckerberg bilan Ray-Ban birgalashib mana shu keyingi etapdagi ochkalarni qilishni boshlagan. Mana bu oddiy ochka, hech qanaqa kamerasi yo'q, hech qanaqa aqlli emas. Prosta mana taqiladi, yuriladi mana. Tushunyapsizmi? Okey. Buni biz endi chetga olib qo'yamiz. Keyingi ko'rsatadigan narsam bu Ray-Ban Meta ko'zoynaklari o'zi mana. Bu ko'zoynaklarni biz sizlar bilan birgalikda meni kanalimda obzor qilgandik. Tak, buni ham ochaman. Bu xameleon versiyasi. Buni taqasiz. Masalan, quyoshga chiqsangiz mana bu sal qorayadi-da. Buni mana bu yerda knopkasi bor. Uni bossangiz mana bundoq u hozir rasmga tushirish kerak. Zaryadkasi o'lgan shekilli. Xullas, rasmga tushiradi, videoga tushiradi va o'zini to'liq potensialini men YouTube rolikda ko'rsatib berganman. O'sha YouTube rolikni men kanalimdan topib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana bu ham tushunarli narsa, to'g'rimi? Mana keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bu absolutno boshqa narsa do'stlar. Mana qaranglar, buni korobkasini ko'ryapsizlarmi? Bu bizga boshqa kerak emas. Bu Ray-Ban Meta Display. Mana bu yerda o'qib ko'rishingiz mumkin. Glasses plus band deyapti. Bu yerda ham ko'zoynaklar, ham qo'lga taqadigan nimasi bor. Nima deydi? Brasleti bo'ladi. Nima uchun kerak bu braslet? Men sizlarga hozir birozdan keyin tushuntirib beraman. Mana bu ko'zoynaklarni o'zi asl narxi saytda adashmasam $800 bo'lishi kerak. Lekin bizda hozirgi paytda $1400-1500 atrofida sotilyapti do'stlar. Ray-Banchi Abdulloh akaga rahmat aytib qolamiz. Bizga mana shu ko'zoynaklarni yetkazib berganlari uchun, menimcha ko'rgan bo'lsangiz kerak, Instagramda har xil blogerlar bilan kollaboratsiya qilib mana shunaqa ochkalarni yetkazib bergan. Biz ham mana shu ro'yxatning ichida bo'lib ketdik do'stlar. Aytgancha, bunaqa ko'zoynaklardan tashqari sizga oddiy rasmga, videoga oladigan ko'zoynaklar kerak bo'lsa ham Abdulloh akaga murojaat qilaverasiz. Ularda eng birinchi qo'l mahsulotlar bo'ladi. Mana bu yerda nomerlarini qoldirdim. Marhamat, o'zingiz aloqaga chiqib gaplashishingiz mumkin. Endi biz mana bu ko'zoynaklarni ochishimiz kerak. Mana bu yerda ko'ryapsizmi, strelkachasi bor ekan. Tak, o'zim ham umrimda birinchi marta bu ishni qilyapman do'stlar. Tak, okey, buni ochdik. Endi qayerga qarab yuramiz? Okey. Oppana, bu yerda ham bir bolasi bormi? Bu yerda menimcha boshqa hech narsa yo'q. Meta Neural Band. Okey, qani bandidan boshlaylikchi. Bu brasleti o'zi nima uchun kerak? Bu brasleti siz bu ko'zoynaklarni mana bunaqa jestlar bilan boshqara olishingiz uchun kerak. Ya'ni siz mana bunaqa jest qilayotgan paytingizda mana bu mышцалаringiz sakrashatsiya qilib qo'yib yuborilgan paytni bu braslet sezadi va shuni orqasidan kompyuterni boshqarasiz. Ya'ni bu prosta ochki emas, bu ko'zga taqiladigan smartfon yoki ko'zga taqiladigan kompyuter desak noto'g'ri bo'lmaydi. Tak, okey. Buni olamiz. Oppa. Tak, adashmasam, mamuz qanday bo'sh ekan buni? Okey. Mana bu taqiladi. Bundoq qilamiz. Mana rezinkaga e'tibor bermanglar. Pulni rezinkasiga. Tak, okey. Endi bu nima ekan? Bu zaryadkaga qo'yadigan stansiyasi. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu menimcha nimani zaryadga qo'yamiz bu bilan? Mana buni qo'yamizmi? Yo'q, ochkini zaryadga qo'yamizmi? Tushunarsiz? Bu ham zaryadga oladimi, yo'q oldimi? Hali u tushunib olmadim. Ozroq vaqt kerak bo'ladi. Tak, buning ichida yana bir bolasi bor, qarang. Bir balosi bo'lmasa, shu digorda quyruq naqlur. Bu mana bu brasletni qanday boshqarish kerak, qanday taqish kerakligi haqida. Yo'q, braslet ham zaryadga olar ekan. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana.
Prostatni zaryadka qilar ekan bu. Endi ko'zoynaklarini o'zini ko'ramiz. Oppana. Oppana. Неужели menda endi Ray-Ban Meta Display ko'zoynaklari bor? Tak, qani? Mana qanday joylashtirish kerak, qanday quvvatlash kerak, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak va hokazo hammasi bu yerda bor. Ochamizmi do'stlar? Ketdi mana bu yerda metanizni cho'kchasi turibdi. Okey, va qani? Mana u. Buni tepaga chiqarish kerak ekan. Mana u ko'zga taqiladigan kompyuter. Oppa. Tak. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda maxsus proyektori bor. Bitta tarafda. Mana shu maxsus proyektor sizni ko'zingizga o'sha displeyni chiqarib beradi. Qisqa qilib aytganda, mana mashinalarda HDAP displey bor-ku, proyeksiyasi haydab ketayotgan paytingiz logoga chiqarib beradigan. Endi bu ochkini taqsangiz sizda ham proyeksiya bor endi. Tushunyapsizmi? Siz ko'rasiz, u proyeksiyani boshqa hech kim ko'rmaydi. Siz mana bu ko'zonaklarni taqib nima qilayotganligingizni hech kim tushunmaydi. Faqat ko'zingiz bildirib qo'yishi mumkin. Chunki ekranga qarasangiz, displeyga qarasangiz, bunday kaset qiladi-da ko'zingiz. Tushunyapsizmi? Qani taqamiz. Oppa. Qalay Jasur? Yarashdimi? Yoki qalinmi? Normalmi? Bilmaydi. Ko'cha taqib bersam qanday? Ko'cha taqib bersam. Hamma jinni bo'lamaydi bu ishqilib. Lekin yengilgidek ekan. Realno ko'cha taqib yurish imkoniyatni beradi. Bu faqat uyda kompyuterni ishlatish uchun emas, tashqarida ham taqib yuraversa bo'ladi. Faqat ramkalari qalinligi ma'lum bilinib turibdi. Lekin taqsa bo'ladi. Tushunadi-da, короче buni. Buni kamerasi bormi-kan? Kamerasi ham bor ekan, kamerasi. Qarang. Ham kamerasi bor, ham kompyuter. Faqat bilmayman buni zaryadkasi qanchaga yetadi-da. Qani yoqamiz. Menda bitta savol turibdi-da bu obzorni qilishda. Qanday qilib biz men ko'rayotgan narsani tasvirga olib beramiz? Yoki zapis ekranasi bormi? Bilish kerak, to'g'rimi? Video ovoz shekilli. Yo, o'sha masalan men ko'rayotgan narsani videoga screencast qiladimi-kan? Shuni bilishimiz kerak-da. Bo'ldi. Hozir zaryadkaga qo'yaylik do'stlar, oldingizga qaytib kelamiz. Xullas do'stlar, biz hozir bu ochkimizni zaryadka qildik ozroq va meni ko'zimning oldida nima proyeksiya paydo bo'ldi. Ya'ni o'sha mashinalarni lobovoyiga qanaqa proyeksiya chiqadi? Xuddi o'shanaqa proyeksiya. Men hozir hamma narsani bu yerda ko'ryapman, shaffof hammasi va mana bu yerda mana shunchagina ekran bo'lib, meni ko'zimga proyeksiya chiqyapti. Bu ochkini приложениеga kirib nasrovka qilgin deyapti. Men o'sha приложениеga kirib nasrovka qilishim kerak hozir. Birinchi hissiyotim nima bo'ldi? Bu mana sizni ko'zingizning oldida chiqadigan displey bor-ku, o'rtada chiqmas ekanda, faqat mana bu o'ng tarafda, mana bu o'ng ko'zingizga ko'rsatilar ekan. O'ng ko'zingiz komfortni ko'ryapti, bitta ko'zingizni yopibda ko'rsangiz komfortni, lekin ikkita ko'zingiz bilan ko'raman desangiz, bu ko'zingiz kasit qiladi bu tarafga qarab. Ya'ni mana bitta barmog'ingizni o'rtaga olib kelsangiz qanaqa bo'ladi? Ana shunaqa bo'lyapti. Ya'ni ko'zni bu ma'noda sal og'ritishi mumkin do'stlar. Mana shunaqa birinchi hissiyot menda. Endi bizga do'stlar to'liq vaqt beringlar. Men buni polностью to'liqligicha o'rganaman, nimalar qila oladi, nimalar qila olmaydi, batareykasi qanchaga yetadi, ya'ni buni nima maqsadda ishlatsa bo'ladi, puliga arziydimi yoki yo'qmi, hammasini aniqlayman do'stlar va sizlarning oldlaringizga bir zoomda qaytib kelaman. Xo'sh do'stlar, men bu ko'zoynaklarni to'liqligicha nastroyka qildim, o'rgandim va ishlatib ham ko'rdim va shu narsani tushundimki, bu ko'zga taqiladigan kompyuter, smartfon yoki qurilma mustaqil qurilma emas. Bu telefonga bog'langan, telefon uchun qo'shimcha apparat bo'lgan bir qurilma deb hisoblanadi. Bundan olib qarasak, telefonsiz bu ko'zoynaklar umuman befoyda bo'lib qoladi. Bu ko'zoynaklarni to'laqonli obzor qilish uchun men bu ochkini ichida ekran zapis funksiyasini qidirib jinni bo'ldim va oxiri topa olmadim. Nega? Chunki men o'zim nima ko'rayotganimni sizga ko'rsatib bermoqchi edim va nihoyat biz oxirgi qarorimizni qabul qildik-ku, bu ko'zoynaklarni biz kameramizni obyektiviga kiydirdik va ana undan keyin sizga mana bunaqa narsani ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik do'stlar. Mana hozir ko'rib turishingiz mumkin, biz mana menyusini ochdik. Bu yerda nimalar ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda WhatsApp bor, Instagram bor, Facebook Messenger bor, telefon qilishimiz mumkin, kamera bor, undan keyin galereyasi borda, tushirilgan narsalarimizni ko'rishimiz uchun. Bu yerda ashula eshitsangiz bo'ladi, masalan, mana music turibdi, ko'ryapsiz-a? Tak, karta bor,
captions degan funksiya bor, bu haqida keyinroq gapirib beraman. Bir ikkita o'yinchalari bor masalan. Afsuski bu ko'zoynaklarda ilovalar magazini yo'q. iPhone'dagi App Store yoki Android'dagi Google Play ga o'xshab. Siz bu yerda faqatgina o'sha Mark Zuckerberg tomonidan berilgan ilovalarni ishlata olasiz xolos. Masalan, men xohlardim bu ko'zoynaklarga YouTube ilovasini yuklab olib, keyin mana shuni ochgan taqib YouTube ko'rib o'tirishga. Lekin YouTube'da video ko'rish bu ko'zoynaklarda menga noqulay bo'ladi. Nega? Chunki bu ko'zoynaklarni proyeksion displey faqat mana bu tarafda, o'ng tarafda mana bu yerdan chiqadi va men mana hozir ekranni chiqaraydi o'zimga. Bu displeyga qarashim uchun bitta ko'zimni yopsam, menga faqatgina komfortni bo'ladi mana. Bitta o'ng ko'zim bilan ko'rsam, komfortni ko'raman. Agar ikkinchi ko'zimni ochadigan bo'lsam, o'sha ko'zim qaysis qilishni boshlaydi. Chunki mana bu chap ko'zim mana bu o'ng tarafga qaraydi-da, mana ko'ryapsizmi? Mana qarang, mana kameraga qara olmayman hozir, mana displeyga qarayapman. Ko'zim kasoy bo'lyapti ozgina. Tushunyapsiz-a? Va bunaqa rejimda siz video ko'rib o'tirsangiz, ko'zingizga 100% ziyon yetkazasiz. Endi ikkinchi jihat haqida gaplashamiz. Bu boshqaruv tizimi. Bu ko'zoynaklarni boshqarishingiz uchun siz yoki qo'lingizga mana bunaqa braslet taqib olishingiz kerak yoki ko'zoynakni o'zini mana bunaqa o'ng tarafida maxsus touch paneli bor, o'sha orqali boshqarishingiz mumkin. Uni birozdan keyin gapirib beraman. Eng qulay menimcha mana shu braslet bilan bo'lsa kerak. Aytgancha bu braslet korobkasini ishdan chiqdi, birgalikda sizlar bilan raspakovka qildik. Menga bu VUPni eslatib boryapti. VUPga o'xshab bu bilan ham bemalol cho'milsangiz bo'lar ekan, suvdan to'g'riligicha himoyalangan. Itak, biz bu ko'zoynaklarni boshqarishimiz uchun mana hozir ko'rib turibsiz, ekraningizda menyu chiqib turibdi. Masalan, o'ngga swipe qilmoqchi bo'lsak, mana barmog'imizni mana ushlab olamiz, bosh barmog'imiz va uказательный barmog'imiz. Masalan, o'ngga qismoqchi bo'lsak, bundoq swipe qilamiz, o'ngga bo'ladi. Chapga qilmoqchi bo'lsak, bundoq swipe qilamiz, chapga bo'ladi. Endi tepaga qilmoqchi bo'lsak, bundoq swipe qilamiz, tepaga, pastga qilamiz, pastga tushadi. Agarda siz bironta ilovani ochmoqchi bo'lsangiz, to bosh barmog'ingiz bilan mana bu указательный barmog'ingizni mana bundoq smkat qilasiz va ilova ochiladi. Agarda siz orqaga yurmoqchi bo'lsangiz, to o'rtancha barmog'ingiz bilan bosh barmog'ingizni bundoq birlashtirasiz, orqaga bo'ladi. Ovozni baland yoki past qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi radioni quloqni qanaqa buraysiz? Bundoq ushlab olasizda, bundoq qilasiz. Lekin bitta narsani tan olishim kerak do'stlar, bu Mark Zuckerberg tomonidan chiqarilgan birinchi bunaqa turdagi ko'zoynaklar va boshqaruv tizimida juda ham ko'p xom joylari bor do'stlar. Mana shu brasletni taqib boshqarmoqchi bo'lyapman va buni boshqaruvi juda ham nointuitiv. Ya'ni bu ko'zoynakni boshqarish uchun siz prям jostki jestlar qilishingiz kerak-da. Menimcha bu narsa yolg'ondagi ishlab ketmasligi uchun qilingan, lekin aslida bu narsa nabarot o'sha yolg'on ishlab ketishlarga provokatsiya qilyapti. Ya'ni men masalan o'ngga qilmoqchi bo'lsam, tepaga chiqib ketyapti, men chapga qilmoqchi bo'lsam, pastga tushib ketyapti, ochmoqchi bo'lsam, ochilmayapti. Xullas juda ham nointuitiv. Mark Zuckerberg san buni boshqaruvni ustidan hali ancha ishlashing kerak ekan. Juda ham nointuitiv. Apple Vision Pro bilan taqqoslagan holda. Apple Vision Pro da qo'lingizga hech narsa taqishingiz kerak emas edi. Prosta u mana bunaqa jestlaringizga reaksiya berardi. Bunda qo'lingizga taqayapsan. Suxoжилияларni, mышцаларni сокращенияsiga reaksiya berish kerak-da bu. Mana bu braslet. Lekin reaksiya berishi juda ham xom. Hali ancha ishlash kerak. Men to'g'risi bir ikki marta даже asab qildim buni boshqaraman debdi. Masalan, rasmlarni zoom in, zoom out ham qilsa bo'ladi-da bu ko'zoynaklarda. Lekin o'sha zoom in, zoom out qilaman deb men umuman kerakmas rasmni kerakmas odamga jo'natib yubordim-da, tushunyapsizmi? Men bosmaganman, u shunaqa bosilib ketdi. Ya'ni bu ishni men texnobloger, geek bo'lib shunaqa situatsiyaga tushyapman-da. Agar buni nima deydi, kundalik hayotda ishlatadigan odam olsa, bu 100% razobratsa qilish qiyin bo'ladi-da. Buni biz aytishimiz kerak, buni biz tan olishimiz kerak. Mark Zuckerberg senga yo'naltiryapman. You should work on it. Lekin bu ko'zoynaklarni upravleniyasini o'zidan ham qilsa bo'ladi. Mana bu touchpad bor dedim-ku boya. Masalan, bundoq swipe, bu yoqqa swipe, pastga, tepaga, pastga, bundoq tanlaymiz, ikkita qilamiz orqaga. Xullas, buni o'zidan ham boshqarsa bo'ladi. Afsuski, men sizga bu narsani ko'rsatib bera olmayman, chunki bu ko'zoynakimiz hozir kameramizning obyektiviga taqilgan va hozir teginsak qimirlab ketadi joyidan. Bu yerda o'zining dinamiklari bor. Shaxsan menga dinamiklarning ishlashi, ovoz chiqarishi yoqdi. O'tgan safargi oddiy Ray-Bandan ko'ra yaxshiroq chiqyapti. Bemalol bu yerda o'zingiz tushirgan videolaringizni ko'rishingiz mumkin yoki ashula eshitishingiz mumkin. Endi kim ko'zoynaklarda ashula eshitadi bilmayman, lekin bir xil paytlari AirPods uyda qolib ketgan payti ko'zoynakni taqib ashula eshitishingiz mumkin. Birovga u darajada eshitilmaydi. Sizga yaxshi eshitiladi, lekin yoningizda o'tirgan inson uni uncha eshitmaydi. Xo'sh, bu ko'zoynaklar kundalik hayotda nima qila oladi?
Bu ko'zoynaklar orqali siz WhatsAppda biron kishi bilan gaplashishingiz mumkin. Pechat qila olmaysiz, prosta gapirasiz, sizni gapingizni tekst formatga o'tkazib, keyin jo'natib yuboradi. Masalan, Instagramda Reels restart qilishingiz mumkin. Lekin bu narsani uzoq vaqtda qilish men maslahat bermayman, chunki ko'zingizni olib qoladi. Chunki proyeksiyasi faqat o'ng tarafga chiqyapti, o'rtaga chiqmayapti masalanda. Undan tashqari telefon qilishingiz mumkin dedim. Bu narsa da qulay bo'lishi mumkin. Masalan, mashina haydab ketayotgan paytingizda tam gaplashib ketishingiz mumkin. Yo, mashina o'zida hozir CarPlay bor-ku, nima kerak bor. Va undan tashqari o'zingizni yo Spotify'ingizni yo Apple Music'ingizni ulab olasizda va bemalol ashula eshitib ketaverasiz. Menga yoqqan tomonlaridan o'tgan safargi oddiy rasm va videoga tushiradigan Ray-Ban ochkilariga qaraganda, to bu safar endi siz nima tushirayotganingizni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda videoiskatel paydo bo'lgan. Ya'ni o'sha ramka bor-ku, ramka. Nima sig'yapti kadrga, nima sig'mayapti, o'sha narsani siz kontrol qilishingiz mumkin. Oddiy Ray-Ban Meta ko'zoynaklarida bu narsani kontrol qilib bo'lmaydi. Agarda siz qayerdadir adashib qolgan bo'lsangiz yoki qayerdadir sayohat qilayotgan bo'lsangiz, to bu yerda karta ilovasi ham bor. Siz marshrutni построить qilib, o'sha marshrut bo'yicha yurishingiz mumkin, lekin O'zbekiston territoriyasida nima deydi, o'sha navigatsiyasi ishlamayapti. No, marshrut qo'yiladi-yu, yurganingizdan keyin navigatsiyasi ishlamayapti-da. Masalan, chetga chiqsangiz, to u yerda ishlaydi bemalol. Lekin bunaqa rejimda, masalan, navigatsiyani yoqib, ashula eshitib ketayotgan bo'lsangiz, qanchaga batareykasi yetib beradi, unisini men bilmadim lekin do'stlar. O'zlari aytishi bo'yicha, o'sha Ray-Ban Meta'ni производительlar aytishi bo'yicha smeshni rejimda, ya'ni mana bu кейsiga solib, kerak paytda olib, taqib ishlatsangiz 6 soatga ketadi degan mana bu ko'zoynaklarning o'zini batareyasi. Bu ko'zoynaklarning eng muhim funksiyasi bu Meta AI, ya'ni o'zini ichida tikilgan sun'iy intellekti. Siz po ideye o'sha sun'iy intellekt bilan gaplasha olishingiz kerak. Ya'ni bu ko'zoynaklarning eng asosiy funksiyasi bu sun'iy intellekt assistenti. Ya'ni siz mana oddiy ko'zoynak taqib olgansiz, srochni bir narsani so'rab olishingiz kerak, srochni bir narsani Google qilishingiz kerak, telefoningizni olib chiqargingiz kelmayapti-da, prosta aytasiz: "Hey Meta, how's gonna be deb savol berdingizda, javobingizni oldingiz masalan. Lekin mana shu Ray-Ban Meta displayning eng asosiy funksiyasi, ya'ni sun'iy intellekt assistenti bizni territoriyamizda ishlamaydi. Not available in your country yoki in your region deydi. Mana shunaqa do'stlar. Bu eng katta minus meni o'ylashim bo'yicha. Bu ko'zoynaklarga nima uchun men buncha pul berishim kerak degan savol turganda, mana shu Meta AI funksiyasi borligi va men bu ko'zoynak taqqanimdan keyin meni yonimda mani o'zimni lichniy sun'iy intellekt assistentim bo'ladi degan narsa o'tib turuvdi, lekin bu narsa ham bizning territoriyamizda ishlamas ekan. Ablom. Videoga esa bu ochkimiz Full HD Plus 30 kadr soniyasiga tushiradi. Menimcha o'tgan safargi ko'zoynaklardan hech qanaqa farqi yo'q. 3 minut tushiradi maksimum va bitta bizga qo'shilgan yangi funksiyadan bu endi videoiskatel, siz nima tushirayotganingizni o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin, xolos. O'zini ichida tikilgan flash xotirasi bu 32 GB. Menimcha bu ko'zoynaklar uchun yetarlicha darajada. Bu ko'zoynaklar IPX4 standarti bo'yicha suv zarrachalaridan himoyalangan. Buni siz suvga tiqa olmaysiz, ichida suv tagida cho'mila olmaysiz, 100% buziladi. Lekin mana bu braslet esa to'liqligicha IPX7 standarti bo'yicha suvdan himoyalangan. Bemalol cho'milishingiz mumkin bu braslet bilan. Taqqoslash uchun mana bu oddiy Ray-Ban ko'zoynaklari. Mana har kun taqib yuradigan ko'zoynakim. Bittasi Tihi akanda oqib ketdi, mana yangisini oldim, xuddi shunaqasidan. Mana bu esa Ray-Ban Meta ko'zoynaklari, Chameleon versiyasi. Bu videoga yozadi. Bu haqida bizlar bilan birgalikda rolik qilgandik. Mana shunaqa tashqi ko'rinishga mega masalanda. Mana bu esa Ray-Ban Meta Display ko'zoynaklari. O'zingiz taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Oddiy ko'zoynaklarga qaraganda qanchalik farqi bor, qanchalik qalin yoki yupqa va qanchalik bu ko'zoynaklarni kundalik hayotda taqib yurishga arziydi yoki yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Interfeysni o'ziga qaytadigan bo'lsak, Mark Zuckerberg bizga bir nechta time killer o'yinchalarni tikib beribdi. Bu platformaning ichiga, afsuski men boshqa o'yin qo'ya olmayman va siz qayerdadir navbatda turganingizda yoki kimdirni kutib turgan paytingizda hech qanaqa qiladigan ishingiz bo'lmasa, o'sha o'yinlarni o'ynab turishingiz mumkin-da, gap bo'lishi mumkin emas, lekin meni baribir bu narsa nima deydi, ko'nglimni sovutmayapti yoki ko'nglimni isitmayapti. Chunki menga buni boshqaruv tizimi juda ham yoqmadi. Juda ham nointuitiv, juda ham ko'p ложный срабатываниялар bo'lib ketyapti. Ya'ni yolg'on takan bosilib ketishlar bo'lyapti. Haligacha men tushuna olmadim qanday qilib buni to'g'ri boshqarish kerakligini. Yoki men tushuna olmadim yoki bu o'zi realni shunaqa qiyin. Umuman olib qaraganda mana shu g'oyani o'zi juda ham zo'r. Mark Zuckerberg, молодец, yaxshi qadam qo'ygansan.
lekin buni darobodga qilish kerak. Hozir men nima qilish kerakligini senga birma-bir aytaman. Xullas, Mark, eshit. Birinchi navbatda buni mana bu proyeksion displeyini bor-ku, mana 10 tarafga emas, o'rtaga qo'yish kerak, чтобы meni ko'zim kastoy bo'lmasligi uchun. Ikkinchi navbatda o'sha proyeksion displeyning razmerini sal kattalashtirish kerak. Uchinchisi, eng ko'p ishlashing kerak bo'lgan narsa bu upravlение, ya'ni boshqarish tizimi. Mana bu brasletni qilsan. Nega bu толково ishlamaydi? Nega men bunday qilsam bittada o'tmaydi. 1 2 3 4 marta qilaman, pastga tushadi, keyin o'ngga o'tadi. Nega unaqa xatolar ko'p? Buni tanlayman desak, orqaga bosilib ketadi. Вообще непонятно. Реально mana upravleniyaning ustidan reально bosh qotirish kerak. Keyingisi bu Meta AI funksiyasini bizni O'zbekiston regionimizda ham ishlaydigan qilish kerak. Ana shuni ishlaydigan qil, ko'rasan qanaqa sotilishni boshlaydi bu ko'zoynaklar bizning territoriyamizda. Chunki bu reально zo'r narsa. U Meta AI bilan gaplashish uchun nima deydi? Mana bu upravleniya kerak emas. Prosta aytishing mumkin. Hey Meta, tam, mana bu nech pul bo'ladi yoki mana bu nech pul turadi? Bugun match nechida boshlanadi yoki tam aytaylik 1 kilogramm ichida necha gram bor? Xullas, любой narsani so'rab Google qilib olsa bo'ladi. Afsuski bizning territoriyamizda bu narsa ishlamas ekan. Ishlaganda zo'r bo'lardi. Va yana bitta to'g'irlash kerak bo'lgan narsa bu ko'zoynaklarning ichiga magazin приложение qo'shish kerak. App Store yoki Google Play ga o'xshagan. Men boshqa ilovalarni yuklab olmoqchiman, boshqa o'yinlarni yuklab olmoqchiman. Bu narsani hay to'g'irlashadi. Bu chunki birinchi versiyasi hali xom. Bu narsani tan olish kerak. Ikkinchi versiyasidan уже magazin приложение ham bo'ladi, ya'ni boshqa o'zgaruvlar ham bo'ladi. Birinchi iPhone'da ham ichida magazin приложениесі bo'lmagan masalan. Minuslari haqida gaplashdik, endi kelinglar plyuslari haqida ham gaplashamiz. Meni o'ylashim bo'yicha bu ko'zoynaklar yomon eshitadigan odamlar uchun ayni muddao bo'ladi. Nega deysizmi? Chunki masalan yomon eshitadigan odam kimdir bilan muloqot qilayotgan paytda deb nima deding deb qiynalmasligi uchun mana shu ochkini taqib oladi. Uni naprotivda turgan odam unga gapiraveradi va u gapirayotgan narsa uni ko'zida proyeksion displey bo'lib, mana matnda chiqaveradi. Tushunyapsiz-a? Uni eshitish shart emas, prosta matn bo'lib chiqadi, uni tushunib oladi bemalolda. Mana shu narsasiga gap bo'lishi mumkin emas. Realni qoyil qoldim. Faqatgina hozircha ingliz tilida qo'llab-quvvatlaydi, rus tili qo'shinglar, o'zbek tili qo'shinglar, xullas boshqa tillarni ham qo'shinglar-da. Avtonomiyasiga keladigan bo'lsak, ya'ni batareyasini qanaqa ushlab berishiga, boya aytganimdek, agarda siz kerakli paytda chiqarib, kerakmas paytda ichiga qo'yib, zarkaga qo'yib ishlatsangiz, 6 soat ketadi. Agarda siz masalan mana ochkini taqib oldingiz, bironta ashula qo'ydingiz, karta bo'yicha ketyapsiz, uslovni 2 soat maksimum ishlaydi. Aytgancha, masalan siz mana shu ochkilarni qayergadir перевозка qilmoqchi bo'lsangiz, mana ochkini o'zingiz taqib olgansiz, lekin mana futlari ham juda ham ko'p joyni egallayapti. Bu futlarni, оказывается, mana bundoq qilib mana bundoq qilib сокращение qilib qo'ysa bo'lar ekan. Ko'ryapsiz-a? Такой cho'ntakchaga soldingiz, ketdingiz, ushshol Hasan. Bunisiga gap bo'lishi mumkin emas lekin zo'r. Men o'ylashim bo'yicha bu ko'zoynaklar bu eksperimental proyekt. Ya'ni shu eksperimental proyektni qilib ko'rishadi, hamma uni test qilib ko'radi. Yetishmovchiliklarni aytadi, minuslarini aytadi, keyin uni razraботчиклari hamma minuslarni birma-bir ikkinchi versiyada, uchinchi versiyada to'g'rilab ketadi. Hech bir produkt, hech bir nima deydi, mahsulot birdaniga birinchi versiyasidanoq to'liq pishiq bo'lib chiqmaydi. U o'sha o'zini yo'li davomida pishirilib ketadi do'stlar. Har bir proyekt ham shunaqa. Lekin agarda siz mana shu Ray-Ban Meta Display ko'zoynaklarini birinchi sohiblaridan biri bo'laman, birinchilarning orasidan men bu narsani test qilib ko'rmoqchiman desangiz agar, to Abdulloh akaga murojaat qilasiz. Nomerlarini chiqarib qo'ydik. Bizga ham Abdulloh aka ushbu ko'zoynaklarni yetkazib berdilar. Ray-Banchi brat bor-ku, Instagramda ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. Agarda sizga mana shunaqa Ray-Ban Meta Display deysizmi, oddiy Ray-Ban ochki deysizmi yoki Ray-Ban Metani o'zini bunaqa mana hamilyon versiyasimi yoki zatemyonniy versiyasimi mana bu videoga oladiganda, xullas videoga oladigan, olmaydigan любой xil Ray-Ban Meta Display ko'zoynaklari ularda bor. Murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi qo'l bo'lib sizga yetkazib berishadi do'stlar. Meni fikrlarim shunaqa do'stlar. O'ylaymanki sizga bu video yoqdi va keyingi safar Mark Zuckerbergdan bundan ham yaxshiroq, bundan ham takomillashgan ochkilarni kutib qolamiz. Biz esa texnoblogging sohasini yanada rivojlantirishni davom ettiraveramiz. Mana shunaqa apparatlarni O'zbekistonda o'zbek tilida tahlil qilib do'stlar. Agar sizga yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimdek Temur Xatamov, Team Line keyingi rolikda ko'rishguncha.